Assalomu alaykum hammaga. Havo shunaqa 50 gradus bo'lishiga qaramasdan sammoyka variant suv filtrini o'rnatish jarayoni hozir 100% qanaqa ishlaydi, nima ish qilish kerak sammoykada filtr qo'yishligi uchun hozir buni aytib o'taman. Mana ko'chada hovuz bor. Mana hovuz toza suv uchun. Bu qanaqa ishlaydi? Skvajinadan oladi, skvajinadan quduqdan nasos oladi. Yomkisga tashlayapti. Buni o'rniga 1 tonnalik yomkis qo'ysa ham bo'ladi. Agar loy keladigan bo'lsa, loy filtr qo'yish kerak bo'ladi. Qum keladigan bo'lsa, hozircha qum yo'qligi uchun loy filtr qo'ymadik. Bu yomkisdan filtr tortib oladi o'ziga. Bu sammoyka uchun sammoy varianti bo'ladi. Skvajina yerdan chiqayotgan suvni bu filtrimiz filtrlab beryapti. Bu filtrimiz 1800-1700 ppm sho'rlikda chiqqan yerni tagidan shunaqa holatda ham mana 16 toza suv beryapti. 1 tonna toza suv beryapti. Ikkita membrana 500 taligimiz 1 tonna toza suv beryapti. Mana adhok suvlari, suvni tozalik darajasi ham mana 26 ppm. Hozir qo'shdik. Tushib kelyapti sekin-sekin. Ana endi bundan chiqqan adhok suv ko'chaga chiqib ketadi. Toza suv orqaga hovuzga tushadi. Hovuzdan bunga tortib oladi. Hozir xuddi mana shunaqa holatda qo'yib ishlatishingiz mumkin. Skvajinadan chiqqan suv bunga tushadi, bundan filtr tortib oladi, filtr tortib ikkiga bo'ladi. Adhok suv, toza suv. Toza suvni hovuzga tashlaydi, adhok suvni ko'chaga chiqarib yuboradi. Mana shu holatda ishlaydi. Bu sammoyka, yangi qurilgan sammoyka bo'lib, Qarshi shahrida manzilni to'liq tushuntirib o'taman. Manzil Mo'jizani ro'parasida Chorsuvdan kirib kelishda Mo'jizani ro'parasida mana shu yerda manzil. Ham bitta qulaylik, elektromobillar uchun zaryad qurilmasi ham bor ekan. Bemalol kelib, mashina moyka qilib, zaryadga qo'yib ketishingiz ham mumkin.